ba'zi bir mutaassiblarningki jaholatini o'zgarib qilib bo'lmaydi, ammo shularga egib ketadiganlarga tarbiya bo'lsin, uchun ikki yil gapib qo'yay. Din vatanni qutqizishning yo'li emas. Dinsizlarning vatani bor. Dinsizlarmi dinsizlik bilan vatanni besib olgandan qutqazgan bo'ldi, Vyetnamga o'xshash va boshqa yerlarda. Din bu dunyoda musulmon bo'lib yashashning, o dunyoga jannatga kirishning yo'li. İkinci bir narsa emas. Kim agar ikinci bir narsa ishlatsa, u xuddi ma eshikning ochqichini eshik ishlatgandek bo'ladi. Dinni yerda ishlatishimiz kerak. Dinni yerda qanday ishlatamiz? Namoz o'qiymiz, ro'za tutamiz, Allohga iymon etamiz. Men musulmon ekan deydi, tugadi. Tugadi, boshqa yo'q. Boshqa qat'iyan yo'q. Mana buning natijasida Alloh mukofot beradigan bo'lsa, dunyoda jannatga kirasan. Shuning uchun agar bu dunyoda sen namoz o'qimasang, ro'za tutmasang, Allohga ishonmasang, o chaqda sen başkalar için Müslüman görünse bular Müslüman millet deydi. Çünkü ismimiz Ahmet, Mehmet. Ama özünden söylese bular özünün dini medeniyetine taşlayıp etipti o deydi. Xuda hazır bizim Uygurlara okşaş Xitayning zulmida Uygurlarning dini medeniyetini taşlayıp etken buladı. Muşundak bulumuz. O dünyada söylese cennet yok. O Xitay mecburlap durup bularını dinsiz kılıp etkende. Ama bular dindarının balığıları dedip Xudayım dinsiz Uygurunu cennetke kirip koymaydı. Madem sen dinsizken, qaysi sebepten bo'lsin dinsiz bo'lgan bo'lsang, Alloh seni dinsizdan tam bo'lsin urdi, dinsizlarning bardagiga gapirdi. Shuning uchun bu dunyoda musulmon bo'lib yashaysan, o dunyoda jannatga kirasan. Ikkinchi bir yerga buni ishlatsan, xato ishlatsan. Ama umumiy bir jihad boshlanganda, vatan millat uchun bir jihad boshlanganda, o jihad illa diniy jihad bo'lishi shart emas. Vatan millatni qutqizish uchun illa diniy jihad qilish shart emas. Har Uyg'ur o'zining vatanini Xitoydan qutqizishni orzu qiladi. Deyken ki bir gün Allah'ın inayeti bilen, Garip'nin gücü bilen, Garip'nin kozur kılışı bilen, Garip'nin yardımı bilen biz bir cihat kıp kaldık. Dini cihat emez, vatan cihatı. Onun için bazı bir insanların ruhunu güçlendiriş için, ulanı tekimi kızıktırış için bu cihatka dinni vasıta kılış gerek. Bu doğru. Ama xuddi dinni vasıta kılmışsa bu işte muhabbet bulmaydıgandak, din bilen bu iş bulduğandak bilgelik, bu cehalet bu. Ne dindar milletler var, vatani yok. Ne dinsizler var, vatani var. Vatani bağlanan hamısı da dindar emas ki. Her kim özünün ahlakı bilen, özünün dini bilen, özünün dinsizliği bilen vatan tüketip atmamdı. Mavzudun dindar mı ete? Mavzudun 1 milyar devleti, Xitay din devleti mi? Budist olsun bir din devleti olsun ki din bilen tutu desek. Yok. Dinsiz devlet. Dünyanın birinci devleti halıtığı geldi. En ahirki devlettin. Din bilen vatanını azat kılmasan ikinci bir yol yok diyenlik bu cehalet bu. Ama dinimizni biz vatanni azat qilish uchun emas, o'zimizning musulmonligimiz uchun tutib keldik tarixdan beri. Hozir ham shundoq. Agar dinimiz vatanni azat qilish uchun bizga ba degan bo'lsak edi, 1400 yildan beri qachon bir vatan tutdik biz? Saydiya xonligimiz Uyg'ur davlati emas-ki. Tulegan kelgan bir o'zbek, Mo'ng'ul ko'chmandan kelib beshimizni qo'yilib, xar-zarliqda yashadik. Nima deyapti Mo'ng'ullar? Saydiya devleti, Moğol devleti bizim devletimiz. Moğolistan deydi bir yana davatıdı. Xitay mı deydi, bu Uygur devleti emas deydi. Ras. Manjur devletini biz Xitay devleti deymiz mi? 270 yıllık Manjur devleti. Yok, Manjur'un devleti deymiz. Ama ondak olsa Saydiya Xan'ın devleti mi? Uygur devleti emas. Ama şundak yapma. Yani dinni bahane qilganlik hozir aqmaydigan mal sotqanga o'xshashlar ish. Kim dinni bahane qilsa, ya Al-Qoida bo'ldi, ya Daesh bo'ldi, ya o bo'ldi, ya bo'ldi. Yo'q qiladi dunyo. Sening dunyo kuching yetamdi. Gap shu. Ama bunda degandan keyin o'zining axloqini qiladi. Hozir ularning axloqini aymindiganlar bor. U meni kafir deb shilamnikin deb. Hozirgi vaqtda jahillarning bir musulmonni kafir deyishi, menga o'xshash jahil bo'lmadi deganlik. Sen dünyaya qarab bakmamsan. Dünya qayoqqa ketyapti, guldirlab, sen qatirab so'rayapsan dunyoni, qaysi kuching bilan?